Bir donishmandning bir mav'izasini bir vaqt eshitdim. U kishi aytadilarki, bir kabutarim bor edi deydi. Kabutarni men shu kabutarxonadan yetirdim. Harchiki hamsoyalarni so'radim va boshqa fahli ko'chamizga bor kabutarbozi boshqa bor edi, bundan so'radim. Men aytdim dediki, shu bir xo'shregina kabutarim bor edi. Erta bilan bu agar g'urg'ur qilgidek bo'lsan, rohat bo'lardim bundan. Shu yo'qdi. Xulosa bir hafta men uni yetirdim deydi. Bir qafasi kabutarxona tuzatgan edim hayoti havlimga. Sho'rga erta bilan chiqib suv berotdim. Bir vaqt mutoji bo'ldim, shu qafasni tagiga tangna joyga pastga bir kabutar band chiqa olmaydi. Palusiga mutoji bo'laman, yana bir kabutar degan. Ikkovi shu g'urg'urlashib shuni ichiga mutoji bo'ldim, o'sha yitirib bergan kabutarimni. Ammo shuni palusiga bir kabutar doni qo'ygan edim menki, bug'doy o'shanga tashlaydim. Har go'yki meni fikrim yo'q o'shanga tashlaykanmanki, narigi kabutarlar yesin deb, birgina kabutar, kichkina kabutar sho'rdan donni olib, ichkaridagi band qolgan kabutarga eltib berar ekan. Aytadi, shu asr hozirday bo'lsa edi, koshki kamera nasib bo'lsa edi, millat ko'rsa ediki, shu kabutar yana bir kabutar degaga qancha rahim qiladi. Sho'rdan donni ko'taradi, shu narigi ham och qolmasin deb shuni eltib og'zginasiga taylaydi. Ammo mutaassifona musulmonlarga, bizni sizlarga bir mutoji bo'ling. Harchiki g'arib bo'lsa, hanuz mush bilan urabizki tayroqqa ketsin va harchiki xohlaymiz mardumni kissasidan chiqarsak, ehtikor bilan mavod g'izoylarini anbor qilsak va mardumga qiymat qilib sotkiray bo'lsak, bo'rga rahim bor. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samo. Alloh taologa va azim zot o'zida o'sha billar rahim qilayotgan bizlarga-ki, bizda o'zimizda oldimizdan kelgan nima qilgiday bo'lsak, rahim qilgan. Hozir ehtikorga ham zulm bor, ham rishi muhabbatni qat qilmoq bor.